Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Navbatdagi videoni yozyapmiz. Yakshanba kuni chiqayotganimning sababi bor. Asosiy bahslar kecha bo'lib o'tdi. Kecha o'tgan kuni qiziqarli o'yinlar guvohi bo'ldik. Nima uchun ko'p o'yinlar kecha va undan oldingi kunda bo'lib o'tdi desangiz, Chempionlar Ligasi o'yini kutib turibdi bizni. Chempionlar Ligasida qatnashayotgan ko'pgina klublar, baribir top jamoalar. Angliyadan Liverpoolni, keyin Arsenalni oladigan bo'lsak, Ispaniyadan Real Atletico hamda Barselonani oladigan bo'lsak, Bavariyani oladigan bo'lsak, PSJni oladigan bo'lsak, Sporting, mayli Portugaliya, mana shu jamoalar ishtirokidagi o'yinlar ajiotaj uyg'otgan edi. Mana shu uchrashuvlar o'zi asosiy bahslar edi. Va favqulodda ayni mana shu uchrashuvlar bilan hamohang O'zbekistonda ham milliy chempionatimizning 5-tur o'yinlari bo'lib o'tdi. 3 kun davomida o'tgan o'yinlar turnir jadvalining yuqori qismiga ko'p o'zgartirish kiritmadi-yu, lekin voqealar rivojini anchayin o'zgartirib yubordi. Keling, O'zbekiston futbolidan boshlaymiz. Oxirida umuman mana bu O'zbekistonga ham, Yevropaning top 5ligiga ham aloqasi bo'lmagan ikki futbolchi haqida mavzu yoritib yakunlaymiz. Demak, O'zbekiston chempionatini Sog'diyona hamda Qo'qon 1912 jamoalari boshlab berdi. Sog'diyona hamda OKMK o'zi qiziq holatga tushib qolyapti. Bir-biri bilan o'ynaganda 2-2 bo'ldi. Sog'diyona comeback qildi va muxlislarni xursand qildi, lekin qaytar dunyo bo'ldiki, jizzaxlik futbolchilar o'z uylarida bo'lib o'tgan uchrashuvda Qo'qon 1912 ustidan g'alaba qozona olishmadi. Vaholanki, ayni xuddi shunday ssenariy ularning ustiga tushdi. Ya'ni 2-0 hisobidagi g'alaba va keyin Qo'qonliklar tomonidan berilgan javob 2-2 bo'ldi va jadvaldagi vaziyat Sog'diyona uchun juda yomon ko'rinishda boryapti. Endi murabbiyi almashgani yetmagandek, jamoa mana shu inqiroz aravasidan tushib qola olmayapti. G'iyqillab boryapti. Bunday o'yinga qaraydigan bo'lsangiz, bor, kartina bor, futbolchilar bor. Hech qanaqa bu o'rinda turishi kerak bo'lgan jamoa emas. Lekin natija bo'lmayapti. Gohida o'zi bir amallab durang qayd etayotgan bo'lsa, undan oldingi uchrashuvlar yutqazib, gohida mana bunaqa so'nggi daqiqalar azobi Sog'diyonaga tushyapti. Sog'diyona boshlab berdi va keyin Bunyodkor Lokomotivni qabul qildi. 2-0 hisobidagi ishonchli g'alaba. Bunyodkorga respekt. Bunyodkor qiyin damlarda ham futbol o'ynayapti. Bunyodkor qiyin vaziyatlardan chiqib ketish bo'yicha bilmadim, mamlakatimizdagi eng zo'r jamoalardan bo'lsa kerak. Chunki Bunyodkor o'zi boshqalardan farqli ravishda bir o'rtada bo'ron bilan tug'ilgan jamoa edi. Bunaqa klublar moliyaviy tomondan rag'batlantirilgan akademiyalarni tashkil ettirib, bir paytlari Rivaldo-yu, Zikolarni olib kelgan jamoa inqiroz paytiga chidolmasligi kerak edi. Lekin favqulodda men Bunyodkorga shu tomoniga qoyil qolaman. Bunyodkor o'sha paytlardagi moliyadan to'g'ri foydalanganki, mana shu baza va akademiyalar atrofiga yig'ilgan bolalardan chiqadigan futbolchilar jamoaning DNKsi bilan o'sadigandek tuyuladi. Homiysiz o'ynayotgan jamoa asosan o'sha industriyaning hisobiga yashayotgan klub futbol o'ynayotgani quvonarli. Demak, bo'lar ekanda ba'zan misol uchun yaxshi niyatda bolalar futboliga, yoshlar futboliga e'tibor qaratish keyinchalik seni qiyin damlaringda qutqarishi mumkin ekan. O'zbekchilikdagi tarbiyaga o'xshaydi. Farzandni tarbiya qilasan, farzandingga yedirasan, ichirasan va oxirgacha uni mo'min qabul qilib tarbiyalaysan va u kelajakda senga javob qaytaradi, yaxshi hayot qaytaradi. Seni ko'cha-ko'ylarga tashlab qo'ymaydi. Bunyodkorning farzandlari go'yoki ota-onasini shu qariyalar uyiga bergisi kelmayotgandek, maksimal qo'ldan kelgancha harakat qilib qutqarishga intilayotgandek. Shu tomondan ba'zan bo'ladi, Bunyodkor zoch Paxtakor bilan bir paytlar o'ynagan paytida Paxtakor xalq jamoasiga aylanib ketgan. Paxtakorni Toshkent ahli ko'proq ardoqlagan. U payt vaziyat boshqacha edi. Hozir teskarisi bo'lib qolgandek. Orada Abramov boshchilik qilgan paytida ham ikkinchi o'rinni olgan paytini eslang. Qanaqa tarkib bilan ikkinchi o'rinni olgan edi. To'g'ri, Abramov o'zi mana shunaqa iqtidorlarni kashf etish bo'yicha zo'r mutaxassis,
top jamoani chempionlikka da'vogar jamoani berib qo'yadigan bo'lsangiz natija qila olmasligi mumkin. Lokomotivda ko'rganmiz buni. Lekin o'sha Jaloliddinovlar juda ko'p futbolchilar kashf etilgan paytida Bunyodkor xuddi shunaqa futbol ko'rsatgan edi, javob bergan edi. Hozir ham mentalitetini namoyish etyapti. Shuning uchun xursandmiz, shuning uchun Bunyodkorning har bir g'alabasida qanaqadir jamoani saqlab qolishga bo'lgan intilishni ko'ryapmiz. Bu juda muhim. O'zbek futbolida baribir Bunyodkorning o'rni bor. Bunyodkor birinchidan terma jamoamiz o'ynaydigan stadion, katta mablag' sarflangan va umuman hattoki hazil ma'nosida ishlatiladigan gaplarning ham tagida jon bor. Bizda Bunyodkor bor deyishadi-yu, bizda Bunyodkor bor deyish uchun ham o'zi Bunyodkor bo'lish kerak-da. Ana shu Bunyodkor Lokomotiv ustidan g'alaba qozondi va keyingi turlarda ham g'alaba qozonishiga tilakdoshmiz. Nimagadir omad tilagim keldi. 3-aprel kuni 3 ta o'yin bo'lib o'tdi va unda maydon egalari kichik hisoblarda g'alaba qozonishdi. Va ularning ichida tabiiyki Xorazmning g'alabasi alohida ajralib turadi. Xorazmlik futbolchilar uylarida Dinamo ustidan muvaffaqiyatga erishdi va vaholanki tarkiban oladigan bo'lsak, o'yin tomonlama, struktura hammasi bo'yicha Dinamo favorit edi bu uchrashuvda. Lekin Xorazm uyda yaxshi o'ynayapti. Tashqi tomondan juda ham chiroyli ko'rinadigan stadion, aslida sun'iy qoplamali stadion Xorazmga omad keltiryapti. Baribir qiyin raqiblarga o'ynash, lekin bu ularning muammosi. Xorazm muvaffaqiyatli qadam tashlayapti va ochkolar sonini ancha ko'paytirib oldi. Dinamoda esa bilmadim, agar o'yinni ko'rgan bo'lsangiz, muammo yo'q o'yinda. Abramov maksimal tayyorgarlik ko'rgan. Jamoa yomon o'ynamadi, lekin undan oldingi uchrashuvda yo'l qo'yilgan xatolar tufayli darvozabon almashtirilgan edi. Yakudin ham bu uchrashuvda quyosh tushdi bir narsa bo'ldi va bitta golni o'tkazib yubordi. Muhim golni o'tkazib yubordi. Xorazm keyin comeback qila oldi. Ya'ni qayta oldi o'yinga. Hisob tenglashgandan keyin adashmasam va Dinamoning ahvoli anchayin murakkablashdi. Abramov jamoasi ayni pallada turnir jadvalining ikkinchi qismida pastki o'rinlarda 4 ochko bilan boryapti. Ko'ramiz. Mavsumni butunlay boshqacha boshlashi taxmin qilingan Abramov bilmadim, jamoani yana o'ziga qaytarib oladimi. Vaholanki o'yinlarga qaradigan bo'lsak, 5 ta turda unaqa o'tgan yildagidek hammasi grantlar emasdi. 4 ochko bilan kifoyalanmasligi kerak edi. Lekin nachora hozircha Abramov jamoasi ana shunday ketyapti. Xorazm muxlislarini tabriklaymiz. Chiroyli g'alaba bilan, ishonchli g'alaba bilan, uydagi g'alaba bilan. Endi bu yoqqa Xorazmga boradiganlarni tomosha qilamiz. Xorazmga boradiganlar qanday tutishadi o'zlarini, bu maydonga qanday tayyorgarlik ko'rishadi va darvozabonlarini qanday tayyorlab borishadi. Bu juda muhim element hisoblanadi. 2-1 hisobidagi g'alaba Xorazmni turnir jadvalida yuqoriga ko'tardi va keyin Navbahor Mashal bilan bahslashdi. Navbahor bu uchrashuvda favorit edi. Mashal muhimi bu o'yinda o'zining mavsumdagi ilk golini urdi. Oxirida urgan bo'lsa ham urdi. Boshda ham urgan edi, VAR aralashishni inobatga olmadi. Navbahor g'alaba qozondi. Endi bu yerda ishonchli. Mana misol uchun Xorazm bilan Dinamoning 2-1 va Navbahor bilan Mashalning 2-1 o'rtasida farq bor. Navbahor butun o'yinni nazorat qilayotgan edi va agar yana qo'shadigan bo'lsa, kattaroq hisobda ham yutishi mumkin edi. Chunki Mashal 5 turdan keyin yaqqol ajralib qoldi. Yaqqol outsider ekanligini ko'rsatyapti. Bor yo'g'i 5-turga kelib turib, nafaqat ilk ochkosini qo'lga kiritmadi, balki ilk golini urib turib, muxlislar xursand bo'layotgan esa bu yaxshi emas. Mana shu 16 ta jamoa ishtirok etayotgan milliy chempionatimizda pastki o'rinlardan birida bir jamoa o'tgan yili xuddi shunaqa holatga boshqa jamoa tushgan edi. Bu yil esa Mashal tushmoqda. Ko'ramiz. Balkim o'zini o'nglab olishiga tilakdoshmiz, lekin Navbahorni ham g'alaba bilan tabriklaymizki, Kapadze shogirdlari Namanganda o'ynamayotganligi uchun Toshkentdagi uy o'yinida muvaffaqiyatga erishib, jadvalning yuqori qismida borib turib, chempionlik kurashida qatnashish kerak deb o'ylayman. Shunaqa jamoalar o'yindan chiqib ketib qolishsa, mavsumning avvalida yomon bo'ladi-da. Bu yog'i bir o'rtacha o'tadi. Muxlislarning ham e'tibori pasayadi. Navbahorda shunday bo'lib qolmasin degan tilakdaman. Xuddi shu tilakni OKMKga bildirgan bo'lardim. Olmaliqlik futbolchilar o'tgan turda Qizilqum ustidan qozongan qiyin g'alabalardan so'ng
o'zlariga kelib olishadi degan bir taxmin bor edi. Juda qiyin bo'lgan edi Qizilqumda. Qizilqum uyida yaxshi o'ynaydi bilasiz. Va OKMK navbatdagi turda Paxtakor mehmoni bo'ldi. Paxtakorga yutqazish bu juda aybli ish emas, lekin 4 ochko bilan turnir jadvalining pastki qismlarida borish menimcha OKMK ga yarashmaydi. Shuning uchun OKMK futbolchilari keyingi turlarda jiddiyroq bo'lishlari kerak. Ularning raqibi 8-da Surxon bo'ladi, keyin 12-da Andijonga borishadi, Buxoroni qabul qilishadi, Dinamo Samarqand mehmoni Lokomotivni qabul qilib Neftchiga borishadi, Navbahorga borishadi, Qo'qonga borishadi. Mehmonda, Vodiyda 3 ta o'yin ularni kutib turibdi. Mana shu o'yinlarga jiddiy taraddud ko'rish kerak. Aks holda xuddi Dinamoga o'xshab turib, ertaga misol juda ko'p ochko yo'qotib yuboradigan bo'lsa, 5 ta tur o'tdi, yaxshigina o'tdi. Lekin deylik 10-chi, 12-chi turlarga kelib turib, turnir jadvalining pastki qismlarida qalqib yuradigan bo'lsa, bo'ldi. Keyingi o'yinlarga ishtiyoqi qolmaydi. Butun mavsum boy berilgan bo'ladi. Ba'zan yutadi, ba'zan durang, ba'zan mag'lubiyat, hatto mag'lubiyatdan ham g'azablanmaydigan holga tushib qoladi. Shuning uchun OKMKning mana shu turdagi mag'lubiyati jamoani impulsdan ozgina chiqarib yuborishi mumkin. Endi Qizilqumni yutib olgandi-da, qiyin o'yinda yutib olgan edi. Paxtakor bilan esa toshkentlik futbolchilar hech qanday imkoniyat qoldirishmadi. Paxtakor o'zining ochkolarini tortib olyapti va Paxtakor ayni pallada turnir jadvalining yuqori qismida boryapti va Neftchiga asosiy raqobatchi ekanligi ma'lum bo'lyapti. 3-o'rindagi Bunyodkor, 4-o'rindagi Nasaf, yaxshi, Nasaf oxirigacha borsa kerak. Bunyodkorni hali bilmaymiz. Muammolari bilan ketayotgan jamoa va Buxoro jamoasining 5-turi mag'lubiyat bilan yakunlanganini aytmoqchimiz. Surxon jamoasi mehmoni bo'lgan buxoroliklar yutqazib qo'yishdi. 3-1 hisobidagi mag'lubiyat Surxon uchun juda ham kerakli bo'lgan ochkolar. Lekin Buxoro mana shu o'yinda tushuntirdi. Himoyaviy, qarshi hujumga tayangan futbol uzoqqa bormaydi. Bilsangiz, APLda Tottenham mana shunaqa haligi zo'r start olgan paytlari bo'lgan. Mourinho paytida, yana boshqa murabbiylar paytida, lekin ko'ngil sezardi, bu uslub bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Buxoroda ham shunaqa. Lekin Buxoro muhimi pastki o'rinlardan yuqoriga chiqib ketgan va 10 ochkosi bilan tepada turibdi. Ko'ramiz endi bu yog'iga o'zi bilan teng jamoalar yoki ikkinchi raqamda o'ynaydigan jamoalarga qarshi Buxoro uslubidagi klublar qiynalishadi. Mana qiynalishda xuddi o'zlarini ko'rgandek bo'lishadi. Narigi jamoa qarshi hujumlarga tayanib o'ynaydi va yetarlicha muammolar tug'diradi. To'p o'yinlarda Buxoro zo'r. Endi oxirgi o'yin Qizilqum hamda Neftchi jamoalari o'rtasidagi bahs. Men bu o'yinga Qizilqum uchun anons o'qib bergan edim. Qizilqum media shtabi mendan so'rashdi, men o'qib berdim, chunki muhim uchrashuv edi. Qizilqum uyida furor ko'taradigan jamoa hisoblanardi. Lekin mamlakat chempioniga Qizilqummi, uni stadionimi, qanaqa o'qiladigan anons bo'lishidan qat'iy nazar farqi bo'lmayapti. Neftchi qo'rqinchli tarzda odimlamoqda va ularni to'xtatib qolish imkonsiz ish ekanligi ma'lum bo'lyapti. Shu paytgacha-ku milliy chempionatda 3 tadan gol urib kelgan edi Farg'ona jamoasi. Endi 4 taga chiqib oldi. Bu uchrashuvda dastlabki daqiqalarda masala hal bo'lganligini aytish kerak. Maroshich uchrashuvning qahramoni bo'ldi. U 18-daqiqada, 51-daqiqada gollar kiritdi va o'rtada Odilov 41-daqiqada masalani hal qiluvchi gol muallifi bo'ldi. Aliboyevning penaltidan kiritgan to'pi esa menimcha katta nuqtani qo'yib berdi. Aliboyev gol urmasa 3 ta golli seriya davom etardi, lekin Ikrom gol urishni xohladi. Va 4-0 mehmonda 4-0. Mana shu Qizilqum ustidan qozonilgan g'alaba bilan Neftchi o'tgan yil chempion bo'lgan edi, o'tgan mavsum. Bu safar esa yangi seriyasini boshlab olyapti. Qoch Neftchi kelyapti, bo'lyapti o'zi ham. Xo'p, endi Angliya kubogiga o'taylik. Yevropa sari odimlaylik. Futbol vatanida milliy chempionat o'yinlari bo'lib o'tmadi, chunki bilasiz, hozirda o'zgargan. Oldinlari hafta o'rtasida Angliya kubogi bahslari bo'lardi, aralash qurulash bo'lib ketardi. Hozir esa shanba hamda yakshanba kunlariga, dam olish kunlariga ham kubok o'yinlari qo'yilyapti. Almashtirib qo'yishyapti va bu
qiziqish uyg'onishiga olib kelmoqda. Bo'lib ham Angliya Kubogida chorak finalda yaxshi jamoalar o'rtasidagi o'yinlar bo'lib o'tdi. Manchester City, Liverpool afishaga qarang do'stlar. Dahshatli. Etihadda bo'lgan uchrashuv juda ko'pchilik tomonidan finaldan oldingi final nomini olgan edi. Lekin voqelikda unaqa bo'lmadi. Arsenal Southamptondan shunday o'tib ketadi deb o'ylashgan edi. Voqelikda unday bo'lmadi. Faqatgina Chelsea ikkinchi divizionning 20-o'rinda borayotgan klub ustidan ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Uyat bo'lardi. Chelsea shuncha muammodan keyin shunaqa raqib iltifotidan foydalanmasligi juda g'alati bo'lardi. 7-0 hisobidagi g'alaba va West Ham hamda Leeds jamoalar o'rtasidagi uchrashuv g'olibi va undan keyin qur'a tashlanadi yarim finalga. Demak, Manchester City hamda Liverpool uchrashuvni ko'rdingiz. Zo'r TVda ham, Sport kanalida ham namoyish etildi va unda Manchester City uyida 4-0 hisobida g'alaba qozondi. 4-0. Endi Manchester Cityning ishonchli harakatini va zo'r o'yinini e'tirof etishimiz kerakmi? Bu bahsda yoki Liverpoolning muammolari haqida ko'proq gapirishimiz kerakmi deyilganda, menimcha Liverpoolning muammolari. Sababi 4-0lik o'yin bo'lmadi o'zi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, Manchester Cityning ustunligi bor, lekin 4-0 darajasida emas. Ammo o'yinni ko'rsak, statistikani bir chetga suramizda, Liverpool 0-4 ga loyiq edi deymiz. Sababi nima uchun 0-4 ga loyiq bo'ladi jamoa? Men Liverpoolning o'yinini kuzata turib, bitta narsani tushunib yetyapman. Arne Slot baribir jamoadan ketishi kerak. Jamoani qiyin paytda uyg'ota oladigan murabbiy kelishi kerak degan fikr keldi. Arne Slotda muammo yo'q, taktik tomonlama, futbolni tushunish borasida, Liverpoolning falsafasi masalasida Arne Slotga e'tirozi yo'q, chunki Slot o'tgan yili Liverpoolni chempion qildi. Ba'zilar aytadi, faqat Kloppning o'sha zaxirasi hisobiga chempion qildi deb. Bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Kloppdek murabbiy ketgandan keyin jamoada baribir inqiroz bo'lish kerak edi. O'shanga bermagan, inqirozga yo'l qo'ymagan mutaxassis futbol tomonlama kuchli bo'ladi. Buni e'tirof etish kerak. Hamma narsani o'z nomi bilan aytish kerak. Keyin Liverpool o'tgan yili butunlay boshqacha futbol ko'rsatdi. Kloppning futboli bilan yutmadi. Muhammad Salah boshqacha mavsumni o'tkazdi. Yana boshqa futbolchilar katta darajadagi o'yinni, Szoboszlai, Markaz, Gravenberch, ularni baribir o'ynatgan Arne Slot bo'ladi. U Kloppning bazasi, Kloppning zaxirasi bilan futbolchilar o'ynamaydi. Murabbiy ketadi, yangi murabbiyga moslashadi. Bu narsalarga men qo'shilmayman, lekin bu yilgi muammolarni ham aytmasak bo'lmaydi. Bu yilgi muammolar nima deb o'ylasangiz, men o'zimcha topdim. Liverpool bosh murabbiyi Arne Slot Feyenoordda bosh murabbiy bo'lganida baribir top jamoada bo'lganda, Niderlandiyaning katta jamoasida bo'lgan. Niderlandiyaning yoki Portugaliyaning haligi 3 ta jamoasi bor-ku, zo'r, masalan, Eindhoven, Feyenoord, Ajax, narigi tomonda Sporting, Benfica, Porto bor. Shu jamoalarda murabbiy bo'lgan mutaxassislarni o'ylashimcha Angliyaning chempionlik uchun kurashadigan klublarga olib kelmaslik kerak. Men shunday fikr keldim. Agar ular undan oldin boshqa mavsumlarni boshqa klublarda o'tkazmagan bo'lishsa. Nega unday deyapman? Ten Hagda bu narsa namoyon bo'ldi. Amorimda bu narsani ko'rdik. To'g'ri, Manchester United chempionlik uchun kurashadigan holatda emas, lekin baribir top jamoa, baribir oldiga katta ambitsiyalarni qo'yadi va o'zini yurtida tinimsiz g'alaba qozonganda, raqiblardan keskin farq qilganda dominant futbol qurgan mutaxassislar xuddi shu narsani Angliyaga kelib turib, har bir uchrashuv finalga aylanayotgan chempionatda bir yilning o'zida qurishlari qiyin bo'ladi. Liverpool o'tgan yili g'alabalar bilan boshladi, yaxshi boshladi va shu start menimcha Arne Slot va futbolchilar bog'lamani ishlab ketishiga yordam berdi. Va Feyenoordda ishlab yurgan paytida xuddi Ten Hag kabi, xuddi Amorim kabi jamoasi qiyin paytda o'zini qanday tutishini bilmaganmiz. Bunaqa murabbiylar, 1 yil, 2 yil murabbiylik qiladigan mutaxassislar, ayniqsa boya aytdim, 3 ta top jamoalardan birida faoliyat yuritadigan murabbiylar mag'lubiyat paytida, muvaffaqiyatsizlik paytida, comeback qilish lozim bo'lgan paytlarda hali nima qilish kerakligini tajribada bilishmaydi. Men Arne Slotda shu muammoni ko'ryapman.
1-0 keyin hali 1-0. Arne Slotni yirik planda ko'rsatishyapti. Chorasizlik, ilojsizlik, jamoani xotirjamlikka chorlash bu murabbiyda hali tajribasida yo'q ekan. Men muammoni shunda ko'ryapman. Agar Arne Slot, misol uchun 5-6 yil faoliyat yuritganida, Feyenoordni qaysidir yillarda jamoa tushib ketadi, muvaffaqiyatsizlikka uchraydi, shundan olib chiqqanida aytishimiz mumkin edi, unda mana shu ko'nikma bor, jamoani uyg'ota oladi, o'zgartira oladi derdik. Endi klubda bu narsalar doimo bo'lgan, klub o'zi muammoli jamoaga kelgan, klub qiyinchilik bilan yuqoriga ko'tarilganligi uchun tepada nima qilish kerakligini bilgan va jamoasi muammoga tushganida yana qaytara olgan. Buni ko'rdik. O'sha eng muammoli paytda ham Liverpool klub davrida yana qayta oldi. Arne Slotda ayni mana shu jihat yo'q. Endi tajribasida yo'q. Undan talab qilishimiz ham noto'g'ri. Yo'q narsani talab qilib bo'lmaydi. Xullas, Arne Slot hozir jamoa inqirozga tushib qolganda, o'sha bog'lamlar yaxshi ishlamayotgan paytda ko'makchi inson sifatida o'zini ko'rsata olmayapti. Men muammoni shunda deb bilaman. U taktik masalalarda emas yoki jismoniy tezlik yana boshqa narsalarda emas. Liverpool hali Chempionlar Ligasida furor ham ko'tarishi mumkin. Uzoqqa ham borishi mumkin. Har narsa bo'lishi mumkin. Chunki o'sha uchrashuvning alohida hikoyasi bo'ladi. O'sha uchrashuvda nimadir bo'lishi mumkin-da. Lekin Arne Slot mana shu ancha tur o'tgandan keyin mana shu kubok bahsidagi yirik hisobli mag'lubiyatdan so'ng shuni tushuntiryaptiki, comeback qila olmaydi. Misol ko'rdik, Galatasaray ustidan yirik hisobda g'alaba qozondi. Qarang, o'yini chiqayotgan paytda, jamoaning ishi yurishayotgan paytida 2-0 qilib olgandan keyin Liverpool o'zini boshqacha tutdi. O'sha Liverpool deb yubordik. Lekin gap shu yerda-da. Arne Slot jamoani komfort holatida yaxshi boshqara oladi. Lekin muammoli paytda emas. Liverpoolga esa umuman Angliya Premyer Ligasining top jamoalariga hozir shunaqa murabbiy kelish kerakki, u muammoli paytda ham jamoani uyg'ota olish kerak. Qanaqadir chetda turib jamoaga yaxshi ma'noda ta'sir o'tkaza olish kerak. Yig'lash kerak emas, baqirib o'zidan o'zi shaytonlab yurish kerak emas. Bu futbolchilarga yomon ta'sir qiladi. To'g'ri aytishingiz mumkin, hozir Arne Slotning mana shu ikkinchi mavsumiga Muhammad Salahning eng yomon mavsumi to'g'ri kelib qoldi. Bunga ham qo'shilaman. Lekin Salah bu icebergning uchi. Mana shu Liverpoolning ichki muammolarini oynada ko'rsatayotgan shaxs. Qolganlarda ham bor bu muammo. Qolganlarda ham kurashsizlik bor. Hech qanaqa comeback uchun chiqmaganligi ko'rinyapti-da. Mana shunisi yomon. Mana shunisi muxlislarni ranjityapti. Gap yo'q, misol uchun 0-3 hisobda, 0-4 hisobda yutqazish mumkin klub. Butunlay oldinga chiqib ketib, rosa harakat qilib, ishlashib, o'ynabdi. Ammo ikkinchi bo'limda maydonga tushayotgan jamoa hech qanaqa comebackka muxlislarni ishontirmagan holatdagi harakatlari bilan hech qanaqa bir murabbiyni qutqarib qola olmaydi. Bilmadim, Arne Slot ketadimi, ketmaydimi, lekin jamoaga menimcha muammoli paytda, krizis paytida yelkasida olib chiqib ketadigan mutaxassis kerak. Mana shunisi muhim. Yaxshi paytda o'ynatadigan murabbiylar ko'p. Uni Portugaliya hamda Niderlandiyadan ko'p olib kelsa bo'ladi. Ba'zilarda teskarisi ham bo'lishi mumkin. Masalan, Bologna yoki Atalanta loyihalarida ishlagan mutaxassislar boshqa jamoalarda quruvchi bo'lish. Endi Juventus bermadi-yu moddaga, lekin Gasperini hozir quryapti, masalan uchun Romada. Ishonch bor-da, bunday ko'rasiz, bu qiyin paytdan boshlayapti, butunlay boshdan quradi, buzib tashlaydi va hammasini o'zi chizadi. Bunaqa murabbiylar ishonchliroq, lekin ular top klublariga to'g'ri kelmaydi-da. Ikkita sifatni jamlash kerak. Zo'r paytda zo'r o'ynatadigan murabbiylar, o'zi zo'r paytda ko'pchilik zo'r o'ynata oladi-yu, hammasi zo'r ketayotgan paytda, lekin muammoli paytda, krizis paytida chetda o'zini zo'r boshqaradigan va jamoaga yaxshi ma'noda ta'sir o'tkazadigan murabbiylar kerak. Mana shunaqa murabbiylar top jamoalarda ishlamoqliklari lozim. Mana ko'rinyapti, Arne Slotning o'tgan yili va bu yili o'rtasidagi paradoksni ko'pchilik tushuna olmayapti hamda hayron bo'lishyapti. Menga juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqda savollar berishadi. Liverpool yutqazayotgan payt nima bo'lyapti aka? Nima o'zi deyilganda, oxiri topgandekman. O'zimchada yechim topdim. Arne Slot ayni mana shu muammoli paytda jamoani qutqara olmaydigan murabbiy ekan.
Shuning uchun menimcha endi slot out degan hashtaglarga qo'shilsa bo'ladi. Endi o'yinning o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu uchrashuvda Pep Guardiola murabbiy sifatida Arne Slotni dog'da qoldirdi. Chunki Liverpool uchrashuvni yaxshi boshladi, o'zim bunday o'ylab qaraganimizda, yaxshi pressinglar qildi, harakat qildi. Lekin hozirda jamoada sal bo'lsa ham kayfiyatni yaxshilab olgan Pep Guardiola pressingdan chiqishda muvaffaqiyatli o'yinlar ko'rsatyapti. Mana shu muammo edi mavsum o'rtasida, esingizda bor. Juda ko'p pressinglarga ushlanib qolar edi, raqib bosim o'tkazsa nima qilishni bilmay qolgan Cityni ham ko'rgandik. Va bu masalada o'sha 3 ta himoyachi bo'lib o'ynayotgan paytida markaziy himoyachilarni aytayapman, Gehi ham shu paytda markazga o'tyapti. Abduqodir Husanov eng oxirgi futbolchi bo'lib turibdi. Bernardo Silva faktori bilan jamoa pressingdan chiqib ketyapti. Ya'ni son jihatdan tenglik yoki Liverpool ko'proq bo'lib turib, rom bo'lib turib, to'rtlik holatida borgan paytida Bernardo Silvaning kelishi va Sabaslayni narigi tomondan O'Reilly olib ketishining hisobiga men e'tibor berdim. Manchester City ko'p holatlarda chiqib ketaverdi. Ko'p holatlarda chap qanotdan chiqib ketaverdi. Va bu Liverpoolga muammolar tug'dirdi. Liverpool A-plan bilan tushgan, A-plan umuman ishlamayapti va shu kuni Hollandning ham ishlari yurishib qoldi. Holland bosh bilan chiroyli o'ynadi. Natijada oson g'alaba. Bu yerda aytayapman-ku, Manchester Cityning zo'r planidan ko'ra Liverpoolning mana shu birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborgandan keyingi reaksiyasizligi ko'proq masalani hal qildi deb o'ylayman. Uchrashuvda mart oyining eng yaxshi futbolchisi Abduqodir Husanov zo'r o'yin ko'rsatdi. Abduqodir Husanovning o'sha Muhammad Salahga ishlatgan qarshiligi hozir hamma joyda aylanyapti. Oldinlari kuzatilmagan holat yetib olardi-ku. Bu safar Salah dog'da qoldirgandek bo'ldi. O'zi ham ichida aytgan bo'lsa kerak, Abduqodirni-ya, Husanovni-ya men dog'da qoldirdim-a deb Misr bilan O'zbekiston o'yinida ham ular o'zaro to'qnash kelishgan-ku. Endi u kun Oston O'runovning benefisi bo'lib ketgan edi va Abduqodir yiqilgandan keyin yana turib olib va keyin zarbaga imkoniyat bermagani bu butunlay boshqa daraja. Shuning uchun uchrashuvning eng zo'r epizodlaridan biri bo'ldi. Sababi u paytda hisob ochilmagan edi va agar Salah gol urib qo'yganida, menimcha uchrashuv butunlay boshqa ruhda o'tardi. Liverpool qarshi hujumlarga tayanib o'ynardi. Bilmaymiz-da hozir. Va ana shu masalani hal qilgan Abduqodir Husanov uchrashuvning eng yaxshi futbolchilaridan biri bo'ldi deyishga asos beradi. Bekorga bo'lmayapti-da, hozir ko'pchilik aytayapti. O'zbekistonlik muxlislar belgilab tashlashganini hisobiga, aktivligini hisobiga Abduqodir yutib olyapti deb. Abduqodir yutib olish uchun birinchidan 3 talikka kirish kerak. 3 talikka kirganda futbolchi endi g'oliblikka asosiy da'vogar hisoblanadi. 3 ta futbolchi ajralib bo'rtib chiqish kerak-da. Abduqodir ana shu futbolchilardan biri bo'lyapti va haqli eng yaxshi futbolchi nominatsiyasida g'olib bo'lyapti. Haqli degan bo'lardim. Open budjetda yutib oladigan xalq belgilayotgan bo'lsa ham, do'stlar, o'sha joyda bo'lmasa belgilashning imkoniyati yo'q-da. Hammamiz qatnashganimiz bilan foydasi yo'q. O'sha yerga kirish uchun esa Abduqodir himoyada o'zini ko'rsatish kerak. U hujumda emas, gollar urib yoki qanotda emas, winger bo'lib turib chiroyli harakatlari bilan muxlislarni, u himoyada to'p raqibda bo'lgan paytlari tortib olayotgan yelka qo'yishlari bilan mana shu uchlikka kiryapti. Shuning uchun respekt, Abduqodir qoyil, zo'r. Biz o'tgan gal markaziy sektor bo'ladi birozdan so'ng. Endi men video yozayotgan paytim birozdan so'ng deyapman, balki umuman markaziy sektordan keyin ham qo'yishim mumkin bu videoni, montaj talab. Rosa gapirgan edik. Ya'ni Abduqodirga yomonlik tilaydigan g'alati muxlislar haqida, u toifa qanday yashayapti deb o'shalarga zo'r zarba beryapti. Ular bilishadi, yozayotganlar bor-ku, ich-ichlaridan yiring oqadigan odamlar, tushunmayman. Raqib jamoa muxlisi bo'lib emas, o'zi shundoq yomonlik tilaydigan g'alati muxlislar bor ekan. Men kutmagandim. Abduqodir Husanovdek futbolchimiz Manchester Cityda o'ynasada, Yevropaning eng zo'r jamoalaridan birida o'ynasada, unga o'zlaridan-o'zlari yomonlik tilaydigan yoki u baribir o'yna olmaydi, ko'rasizlar deb turib g'alati gaplarni yozadigan muxlislarga Abduqodir o'zining tepkilari bilan javob beryapti. Men shundan xursandman. Bu uchrashuvda birinchidan Liverpoolning muammolari ko'zga tashlangani va Arne Slotni rahbariyat tezroq olishini
nazarda tutib uchrashuv natijasidan qoniqish hosil qildim. Ikkinchisi esa Abduqodir Husanov eng muhim pallada yana rilslarga kiradigan harakatni amalga oshirdi. Endi chidaysizlarda, endi rostmana g'alati negativlar. Xo'p, endi Arsenal, Southampton. Kecha Hasan Turdaliyev bilan birgalikda sharhlayotgan paytimiz Arsenalning yutqazgani ma'lum bo'ldi va men aytdim bitta gapni. Arsenal Manchester Citydan rostmana qo'rqishni boshladi. Kubokni yutqazib qo'ydi, liga kubogini va chempionatda hali nima bo'lishini bilmaymiz. Oyoq qaltirash boshlandi shekilli va Southamptonga yutqazmoqda. Southamptonga, Championshipda o'ynayotgan klubga, eski Southampton emas baribir. To'g'ri, APLga qaytish uchun asosiy da'vogarlardan, lekin baribir pastki liga vakiliga Arsenal yutqazyapti. Ikkinchi uchrashuvda qatorasiga imkoniyatni boy beryapti. Navbatdagi o'yin Sporting bilan. Rostdan ham ruhiyat shekilli, ruhiyat shekilli. Va ko'ryaptiki, yana Manchester City bilan kubok bahsida o'ynashi mumkin. Men misol uchun ataylab yutqazdi boshqa demoqchi emasman, lekin jamoani ichki tuyg'usi bo'ladi. Yana City bilan mabodo chempionat qizg'in paytida, ochkolar juda yaqinlashib qolgan paytida kurashadigan bo'lsa va yana imkoniyatni boy beradigan bo'lsa, o'zaro bahsda bu chempionatga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun menimcha Arsenalning kechagi g'alabasida o'zi uchun yaxshilik bor. Yaxshilik bor deb o'ylayapman. Mana bu yarim finalda to'qnash kelib qolsa, quraga ko'ra agar chiqqanda ishoning yana zarba bo'lardi. O'sha hozir 9 ochkolik farq, bitta o'yini zaxirada bor Cityda 6 ochkolik deylik. Qisqarib qolsa-da, bir 3 ochkolik farq bo'lib qolsa, o'zaro o'yinga, hali o'zaro o'yini bor edi hatto. Yana o'rtada o'ynasa-yu, Arsenal shu uchrashuvni ham yutqazib qo'yadigan bo'lsa, aniq chempionatni boy berishi mumkin holatga keladi. Undan ko'ra o'sha tomonlarda o'ynamasin deb Southampton bilan o'sha kayfiyatda o'ynagan bo'lishi mumkin. Yutqazib qo'ydi jamoa va gol urgan futbolchi Charlesmi, ikkinchi golni urgan futbolchi, nuqta qo'ygan futbolchi bir edi, Yokerish urgan edi. Yokerish fenomenal, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va do'stlar, comeback qilib turib, ya'ni javob berib turib, Southampton uyida g'alaba qozonmoqda. O'sha futbolchi Manchester City tarbiyalanuvchisi ekan. Manchester City bilan hali o'ynamasdan turib, Manchester Cityning tarbiyalanuvchisiga yutqazgan bo'lib chiqyapti Arsenal. Endi Arsenalni kuzatish juda ham qiziq. Bu nima? Simptom nima? O'sha City bilan kechgan uchrashuv natijasining ruhiyatimi? Sporting bilan ham buni yaqqol namoyon bo'ladi yoki tasodifan ba'zan bo'lib turadigan hodisami? Shu tasodifan ba'zan bo'lib turadigan hodisaga o'xshamayapti. Chelsea jamoasi chiqdi, Manchester City chiqsa, Southampton chiqdi, West Ham yoki Leedsdan bittasi chiqadi va agar yarim finalda Chelsea hamda Manchester City o'zaro bahslashib qolmasa, final mana shu klublar o'rtasida o'tsa kerak. Chunki endi bu yo'g'iga mo'jizalar bo'lishi imkonsiz. Bo'lishi ham mumkin. Kimning uyida o'yin bo'lishiga bog'liq. Xullas, Angliya kubogida Arsenal musobaqa bilan xayrlashib epladi. Mana shu terma jamoalar tanaffusga o'yini boshlanishidan oldin bitta turnir bilan xayrlashdi va ikkinchisi bilan xayrlashdi va kattalari qoldi. Agar APLni yutib beradigan bo'lsa, menimcha uni tushadi. Lekin APL ketib qoladigan bo'lsa, uni faqatgina Chempionlar Ligasidagi sovrin yopa oladi. Kvadrat pul ketdi. Endi Angliya kubogi haqida ko'p gapirib yubordik. Ispaniyaga o'tib qo'ya qolaylik. Ispaniyada menimcha chempionlik masalasi hal bo'ldi. Bitta turning o'zida hammasi hal bo'ldi. Real Madrid Mallorcaga yutqazdi. Morikiga yutqazdi. Mana o'sha gap do'stlar, Kylian Mbappe qaytdi. Kylian Mbappe zo'r futbolchi. Kylian Mbappe zamonamizning eng katta futbolchilaridan, lekin ungacha u tushkuniga qadar Real qanday o'ynayotgan edi, vaziyatlardan qanday foydalanayotgan edi, Mbappe qaytdi-yu, Mbappe keldi, Kylian keldi deb jamoada shunaqa kayfiyat bo'ladi. U qutqaradi deyishdi va qutqarmagandan keyin albatta Kylian Mbappe muammosi gapiriladi. O'zi Fransiya haqida aytibdi. Meni gol urmasam maymun deydigan muxlislar uchun o'ynayapman debdi, juda xafa bo'libdi. Endi Kylian Mbappe ham Cristiano Ronaldo kabi bir jamoa unga quriladigan futbolchi.
va o'sha gollarni urib yuradigan bo'lsa, bu oqlanadi va to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Lekin gollar urishni to'xtasa, uni maymun deyishlari noto'g'ri-yu, lekin tanqid qilishlari to'g'ri bo'ladi. Chunki struktura senga qurilyapti. Sen uchun o'ynashyapti. Sen uchun juda ko'p narsadan voz kechishyapti. Senga ishonishyapti. Sen yelkada ko'tarib chiqib ketishing kerak. Kylian Mbappe ko'tarib chiqib keta olmayapti. Malyorka bilan o'zi masalani hal qilishi kerak bo'lgan edi. 2-3 vaziyatlarni ko'kka sovurdi. To'g'ri, bu uchrashuvni o'tkazib yuborgan futbolchining ham o'rni bilinib turdi. Lekin endi Real hamda Malyorka tarkibidan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Valverdening yo'qligini asosiy sabab sifatida ko'rsatmasligimiz kerak. Valverde bu uchrashuvni ham qutqarib qolishi mumkin edi. Ha, ishonchim komil. Lekin mana Valverdesiz qaytanga ko'rish osonroq bo'ldi-da Kylian Mbappeli Realni. Bavariya bilan o'yin bo'ladi. Balkim Kylian Mbappe o'sha kuni butunlay boshqacha o'ynar, lekin biz ko'rdik Arbeloa paytida Mbappesiz Real qanday natijalar qayd etdi va qanaqa rang-baranglik ko'rsatdi va Kylian Mbappe bilan asosan unga tayanilgan futbol qanday natija beryapti. Chempionlik qo'ldan ketdi. Malyorkaga yutqizdi, Muriki gol urdi. Realni juda qattiq jazoladi. Malyorkamda o'ylab qaraganimizda, chunki Real 1-1 qilgandan keyin hamma remontada, comeback bo'ladi deb o'ylashgan edi. Remontada, comeback Malyorka Muriki tomonidan bo'lib ketdi. Bu juda qattiq zarba bo'ladi. Va ketidan Realga yanada qattiqroq zarbani Metropolitanoda Barselona berdi. Barselona to'g'ri bir ko'p o'yinchi bo'lib o'ynadi. Bunga menimcha Barselonaning hech qanaqa daxli yo'q, aybi yo'q. Chunki Nico Gonzalez bilmadim, g'alati o'yin ko'rsatdi. Qo'li bilan o'ynaydimi, keyin ag'anatadimi? Yamalga qarshi o'ynagandan keyin shunaqa voqealar bo'ladi. Uni qizil kartochka juda ko'p muhokama qilinyapti, qaytarib olingan qizil kartochka. Shaxsiy fikrim, men sharh davomida aytmadim. Sharhda, misol uchun, ba'zan keskin fikrlar aytiladigan bo'lsa, muxlislar ko'rib o'tirgan muxlislarga qattiq ta'sir o'tkazishi mumkin va keyinchalik keyingi daqiqalarni ko'rishi ham og'irlashadi. Shuning uchun endi aytaman, bu tahliliy dasturda, ko'rsatuvda o'zimni chiqishimda men ichimda o'sha paytda Hasanga ham aytmadim, qizil kartochkani bekor qilmaydi deb o'yladim. Umuman men shu epizod uchun VARga chaqirishganiga hayron bo'ldim. Ha, to'pga birinchi bo'lib tekkan, to'pni tepib yuborgan, ha, bunaqa epizodlar bor. Ha, Real bilan Barselona o'yinida adashmasam Chouaminida ham shunaqa bo'lgan edi. Barselona futbolchisiga keyin tepgan, juda yomon tepgan va undan oldin to'pga o'ynaganligi uchun qizil berilmagan. Lekin bunda bitta holat bor edi. Yo'nalish o'sha tomonga kelayotgan edi va to'pni tepib yuborgandan keyin ham tezlik o'zgarmadi. Va shuni o'ylab keldimda, misol uchun bunaqa darajadagi qo'pollik jazolanmas ekan, futbolchilar bu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin emasmi deb keldim. Va bir ikkita tahliliy narsalar o'qidim, Alyorefni o'qidim, uni o'qidim, buni o'qidim. Bir g'alati bo'lyapti. Lekin endi Barselona Real mavzusi sal og'ir bo'lganligi uchun qo'y o'tib keta qolay degandim. Keyin menga juda ma'qul kelgani Barsa Family kanali bor. Yaxshi kanal, juda zo'r yoritadi, gap so'z bo'lish mumkin emas va ancha adekvat yigit. Ichimdagi gaplarni gapirdi. Ya'ni Barselona muxlisi o'laroq Barselonaning har qanday vaziyatiga, har qanday o'yinchisiga, har qanday holatiga neytral baho berishga intiladigan mutaxassis yigit bo'lib ketgan. Shuni gapini kutdim. Ertalabga yaqin chiqdi va u ichimdagi gapni aytgandek bo'ldi. 30 turdan keyin ko'rib qo'yishingiz mumkin. Men qoldiraman. YouTube'ga qo'yadigan bo'lsam, birovni videosi bo'lganligi uchun bloklash ham mumkin. Uni ko'rib qo'ying. Ruscha tushunadiganlarga tavsiya. U eng muhim detalni aytib o'tdi. 30 turdan beri bu qizil kartochka edi. Ayni mana shu pallada qizil kartochka bermaganini tushunmadim dedi. Ha, to'pga birinchi o'ynadi deb turib oqlashim ham mumkin dedi. Yo'q deyapti-da. Bunaqa o'yin, hattoki oyoqni tortmasdan ketish
qizil kartochka berilsa hech kim hech narsa demasdi. Qaytanga qizil kartochka berilmagani qaytarib olingani juda ko'pchilikda bir g'alati tuyg'ularni qoldirdi deb aytib o'tdi Barselonaning ashaddiy jurnalisti. Va u menimcha haq. Menimcha haq, chunki u muxlis o'laroq shu narsani ko'ryaptimi? Chetdan turgan odamga ko'proq shunaqa tuyuldi. Lekin bu hech qanaqa, misol uchun Barselonaning sha'niga yoki realchilarning tomorqasiga suv quyish niyatida emas. Epizod, misol uchun hozir shu voqea Juventus bilan, shu voqea deylik mamlakatimizdagi bir klub bilan bo'lsa, e'tibor bermasdan o'tib ketishadi. Ha, to'g'ri deyishadi. Lekin Real hamda Barselonada mavzu og'ir. Unda muxlislar birdaniga gapirayotgan odamni Realchiga yoki Barsachiga chiqarib yuborishlari mumkin. Haqiqiy voqeadan shuni e'tiborni bu yoqqa tortishadi-da, menimcha bunaqa niyatda gapiryapti, yo'q. O'zida ichida shunaqa bo'lganligi uchun shunaqa o'ylaydigan bo'lib qolgan. Men muxlislarni ham to'g'ri tushunaman. Bu endi juda bir qanaqadir jamoani haddan tashqari yaxshi ko'rish yoki raqib jamoani haddan tashqari yomon ko'rishdan yuzaga keladigan tuyg'ular. Bundan ayirib bo'lish qiyin. Ammo mana shu hislardan sal xalos bo'lgan odam, buni zamonaviy tilda adekvat deymiz, vaziyatga chetdan baho beriladigan odam sal g'alati bo'lishi mumkin, sal qiynalishi mumkin va to'g'ri gapni ham to'g'ri qabul qila oladi. Ya'ni qiyshiq qabul qilmaydi. Bu mana bu niyatda aytyapti. Bunaqa niyatda gapirilmaydi. Har doim video qilib yuradigan odam, har doim sharhlab yuradigan odamda u tuyg'ular o'lib bo'lganini menimcha gapiraverib tushuntirib bo'ldik. Endi ko'pchilik muxlislar tushunishyapti. Shu niyatda aytyapmanki, menga g'alati tuyuldi. Ammo sharhda aytmadim. Sharhda tomoshabinning ruhiyatiga ta'sir o'tkazmaslik uchun fikrimni aytman. Keyin hattoki o'zimni hali ishontirish bo'ladi-ku, to'pga birinchi bo'lib o'ynaganligini traktovkasini tushundim. Va davomidagi harakat bir futbolchiga jiddiy jarohat yetkazib qo'yish mumkin bo'lgan holat. Keyin Barselona bir o'yinchi ko'p bo'lib o'ynayotgandi o'sha paytda. Misol uchun o'shanda Gerard Martin agar maydon tark etganda ham bu Barselona uchun jiddiy muammo emasdi, o'ng-o'ng davom etardi. Mana shu holat keyin tahlillarda ham haligi siz ishonadigan odamlarning tilidan ham yangraganda, sal shu joyda boshqacharoq yondashsa bo'lardi degan fikr keldi. Busquets bosh hakamni aytyapman, yomon hakam emas. Kitob bo'yicha ishlaganligiga shubham yo'q. Ammo ba'zan bo'ladi, hakamlar ham aytishadi, insonni birinchi ko'rgandagi holati rostdan bo'lishi mumkin. O'sha birinchi ko'rganda qizil kartochka ko'rsatganligi o'zi haqiqiy voqelikning bahosi edi. Sekinlashtirilgan kadrlarda u to'pga birinchi tegib turib, u oyog'ini tiqdi yoki boshqacha talqinlar bilan bekor qilishi, umuman o'zi VARning aralashuvi menga g'alati tuyuldi. VAR aralashmaganda ishoning, hech kim hech narsa demasdi. To'pga birinchi o'ynaganligi ham hattoki o'sha oyoqqa borib tepgan epizodi bilan yopilib ketardi. Menda shunaqa tuyg'u o'tdi, lekin o'yin zo'r bo'ldi. O'sha 10 ta bo'lib qolgandan keyin ham Atletico o'zini yaxshi tutdi va Atletico ko'p ehtimol juda ko'p keyingi o'yinlarga ayyorliklar olib qo'ydi. Mana shu uchun, chunki Barsa bildi, Real yutqizib qo'ygandan keyin 7 ochkolik farqni vujudga keltirish uchun yutish uchun o'ynadi va qizil kartochka bo'lib qolgandan keyin harakat. Lekin Atletico o'shandan keyin Diego Simeone ikkinchi bo'limda hamma narsani Chempionlar Ligasiga olib qo'ydi. O'sha tomonlarga olib qo'ydi. Ko'ramiz endi Chempionlar Ligasidagi serial butunlay boshqacha davom etishi mumkin. Camp Nou'da bo'lib o'tadi. Camp Nou'da Barselona yirik hisob qayd etish uchun bor futbolni ko'rsatadimi? Lekin kecha ba'zi qurbonliklar evaziga g'alaba qozondi. Ko'rdingiz, jarohat olgan futbolchilar bor, Araujo bor, boshqa Pedrini rosa sindirmoqchi bo'lishdi. Yamal rosa harakat qildi, katta o'yinni yana 0 bilan yakunladi deyishyapti-yu, aslini olganda qanday o'ynaganini ko'rdingiz. Qizil kartochkaga o'tirg'izdi. Paslari dahshat, Fermin Lopesni chiqarib yuborgan paytida Yamal zo'r o'yin o'tkazdi. O'zidan xafa bo'lib chiqib ketgan kadri ham aylanyapti. Menimcha o'zidan xafa bo'ldi u va bunaqa payti Hansi Flick uni to'g'ri tushundi. O'ziga qo'ydi. Bitta gapirdi, qarasa o'zida emas. Murabbiylar buni tushunishadi. Boyagi Arne Slotning voqeasiga bog'liq. Bu yerda katta voqea yo'q. Buni bo'rttirayotganlar boyagi gap Yamalni
muvaffaqiyatsizligini istayotgan muxlislar. Bo'ldi, men boshqacha tushuna olmayman. Chunki Yamal zo'r o'yin o'tkazib, katta o'yin o'tkazib, albatta golsiz yoki passiz chiqib ketayotganini o'ziga alam qiladi. Shunaqa planka qo'yish kerak bu yigit o'ziga. Qo'yish kerak. Hattoki fikrimcha Legoning reklamasida ham qatnashish kerak edi. Nima uchun uni qo'shishmadi? Hayronman. Italiyada bugun qiziqarli o'yinlar bor. Bavariyaning hozirgi holati, Chempionlar Ligasiga bo'lgan taraddudi, kambeki, PSJning Dembelesi, bu mavzularni to'g'risi keyingi videoga olib qo'ymoqchiman va oxirida Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messining muxlislarini tabriklamoqchiman. Futbolchilar o'zlarining ishlarini qilishyapti. Bittasi dubl muallifi bo'ldi, penaltidan gol urdi, keyin juda chiroyli ochilib o'zining nomini tabloga yozdirgan bo'lsa va g'alabasini ta'minlagan bo'lsa jamoasini. Messi esa Inter Miamining yangi stadionida bitta tomoniga Lionel Messi nomi qo'yilgan stadionga, tribunaga gol urdi. Golni boshi bilan urdi. Ronaldoning ustubida o'ldirdi desak bo'ladi. O'xshashroq gol bo'ldi. Ularning ochilishi bir-biriga juda ham o'xshash bo'ldi. Shu endi sanoq ketyapti-da. Nima ham deyish mumkin ikkalasi haqida. Mana shunaqa kayfiyatda jahon chempionatiga taraddud ko'rishyapti. Kattalar mana shunday o'yin ko'rsatishyapti. Nima ham deymiz endi? Legoda reklamasida qatnashayotgan daho futbolchilar. Faqat u yerda Vinicius nima qilayotganini tushuna olmadim. Balkim Neymarni qo'yish kerakmidi reklama uchun, lekin Neymar bormasligi ham mumkin-da jahon chempionatiga. Shuning uchun Braziliyaning asosiy futbolchisi Vinicius bo'lib qoldi. Rafinha ham jarohatda. Do'stlar, shu joyda like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ana bu mavzularni keyingi videoda ertaga bugungi uchrashuvlar poyoniga yetgandan so'ng joylaymiz. Ko'rishguncha.